Bugungi video qo'llanmamiz kodiginilar haqida bo'ladi. Aslida bitta kodga 3 xil nom berildi. Kodigini, mixi kod, ikipul kod degan hamma narsa faqatgina bitta kodga ta'sir qiladi. Ya'ni soliq idorasi tomonidan va yangi texnologiyalar tomonidan har bir doriga yoki har bir mahsulotga yoki har bir xizmat turiga alohida kodlar berilgan. Ushbu kodlarni fon programmasiga qanaqa qilib joylashtirish, qaysi saytdan olish, topa olmagan holatda qanaqa qilib bu kodlarni izlab topish haqida to'liq hamma savollarga bugun javob beramiz. Buning uchun FAPTK programmasiga kiramiz. Ushbu kod yangi mahsulot kelganda programmaga ushbu mahsulotni kiritayotgan paytimizda shu muammo kelib chiqadi va kodgini topishga ko'p mijozlarimiz qiynalishadi. Ushbu kodlarni qayerdan olish kerakligini va oson usullarni o'rgatib o'tamiz. Xo'p, yangi prixod qilayotgan paytimizda, ya'ni yangi karta ochgan paytimizda novi tovar, ya'ni yangi tovar ochganimizda, masalan, ushbu doriga kodgini kerak. Uni qanaqa qilib tez topish, fonimizdan tezroq qidirish yo'llarini ko'rsatamiz. Tepadagi hamma ma'lumotlar to'ldiriladi. Hop, latenza tabletkasiga buni ichidagi O harfi yoki T harfi bo'ladigan bo'lsa, hamma harflarini o'z o'rnida yozishga to'g'ri keladi. Sababi latenza dori vositasida A harfini yozib qo'yadigan bo'lsak, fonimizdan topishga qiynalamiz. Ushbu dori vositasini kartochkaning eng yuqori qismiga dori mahsulot nomi, dozasi, chiqarilish shakli va shtukini yozganimizdan keyin nomerining ichida nechta bo'lishini yozamiz. Va ishlab chiqaruvchi zavodini yozilgandan keyin fom.uz degan joy bor. Shuni to'g'risida kitobcha turadi. Kitobchani bosamiz va ushbu dori mahsuloti nomi yordamida sizga fomimizdan poisk beradi. Agarda kimning kompyuterida sostavniy poisk с подтверждением enter joyida ptichka turmagan bo'lsa, ushbu joylarga ptichka qo'yib qo'yishingizni tavsiya qilamiz. Latenza dori vositasida har xil dozalari bor. Bizni prixod qilayotgani 50 mg / 5 mg nomerim 30 tabletka. Ushbu doriga kursorni olib boramiz va enter bosamiz. Ushbu holatda kodginisi avtomat tarzda paydo bo'ladi. Va bu yerda gruppa, podgruppa to'ldirilib, lekarstvenniy sredstva import yoki summa tanlanadi. Dorining shtrix kodi skanerga uriladi va shu tarzda saqlanib qilinadi. Agarda upakovkada bittadan ortiq shtuki bo'lsa, ya'ni nomerim 2, nomerim 10, nomerim 15, nomerim 28 bo'ladigan bo'lsa, upakovka yozug'ini to'g'risida kitobchaga bosamiz va qadoq degan joyini belgilab ketamiz. Va bundan keyin saqlan knopkasini bossak, ushbu dori vositasiga bizni fon kompaniyasining spravshnik tomonidan ulangan kodginilar avtomat tarzda paydo bo'ladi. Hop, ushbu dori vositasini fom.uzga ulaganingizdan keyin, lekin pastki qatorda kodgini chiqmaydigan bo'lsa, mahsulotda shtrix kodi yordamida ushbu shtrix kodga mo'ljallangan mixi kodini qidirsa bo'ladi. Ushbu shtrix kodni skanerga uramiz. O'qib olgandan keyin kodgini qatorni to'g'risida joylashgan shtrix kod znachokiga bosamiz va ushbu shtrix kodga bog'langan mixi kod, ya'ni ikipul kodini bizga topishda eng oson yo'l hisoblanadi. Enter knopkasini bosishingiz bilan kodginini avtomat tushirib beradi. Bundan keyingi qilinadigan ish upakovka degan joyda kitobchasini bosamiz va bizga eng maqbuli, agarda dori mahsulotining ichida bittadan ko'p bo'ladigan bo'lsa, qadoq degan turni tanlab qo'yish yaxshi hisoblanadi. Saqlan knopkasini bosamiz va eslab qoladi. Bu turdagi dori vositalarida dorini hech qanaqa shtrix kodi bo'lmaydi. Agarda e'tibor bergan bo'lsangiz, ayniqsa Hindiston dorilari va ba'zi bir turdagi dori vositalarida faqatgina markirovkasi urilgan bo'ladi, hech qayerda shtrix kodi bo'lmaydi. Bularning shtrix kodini fon programmasida bemalol ajratib olish mumkin. Tepada Letfixim dori vositasini kerakli informatsiyalarni to'ldirdik, zavodlarni tanladik, fomimizga bu dori vositasini uladik, lekin kodgini degan qatori bo'sh qoldi. Shtrix kod degan joyga kursorni olib kelamiz va markirovkasini skanerga uramiz.
Ushbu holatda ushbu markirovkani ichidagi shtrix kodni bizga ajratib beradi va kodning qatorini to'g'risidagi shtrix kod значокini bosamiz. Ushbu doriga, ya'ni ushbu dori vositasiga ulangan IKPO kodni bizga avtomat tarzda tasnif.uz saytidan topib beradi va upakovka degan joydan qadoq tanlab qo'yamiz va saqlanib qilamiz. Keyingi dori vositasi, ya'ni o'zi dori vositasi hisoblanmagan badla, ya'ni biologik faol qo'shimchalar, rus tilida biologические активные добавки. Ushbu dori vositalariga maxsus kodi chiqmasligi mumkin. Ya'niki hamma biologik aktivniy добавкаga umumiy kod bo'ladi. Ushbu umumiy kodlarni tasnif.soliq.uz saytidan olishimiz mumkin bo'ladi. O'zingizga qulay bo'lgan biror bir brauzerdan tasnif.soliq.uz saytiga kiramiz. Tilini o'zbek tili, rus yoki o'zingizga xohlagan til bo'yicha qo'yib olamiz. Bundan keyin poisk по тексту degan joyga yozamiz. Bio deb yozsak, biologические активные добавкиlarni chiqarib beradi. Mishkani chap knopkasini 2 marta bosamiz va kodi IKPO degan joyda ushbu hamma biologik aktivniy добавкаlarga mo'ljallangan kodi turadi. Belgilab oladi. Kopировать qilamiz. Kodigini degan joyga mishkan o'ng tarafini bosib вставить qilamiz. Undan keyin upakovka degan joydan ushbu dori vositasini yoki ushbu mahsulotni turiga qarab turib keraklisini tanlaymiz. Dona qadoq yoki dona kapsula deb turib. Agar dorining upakovkasida original shtrix kodi bo'ladigan bo'lsa, shtrix kodini uramiz. Endi savol tug'ilishi mumkin. Ushbu dori vositasini formuzdan topmasdan turib, buni kodginisi bilan prixod qilsa bo'ladi. Albatta prixod qilsa bo'ladi. Обязательно form.uz ga bog'lash shart emas. Ushbu dori vositasiga, ya'ni dori bo'lmagan vositalarga alohida налогийный saytida maxsus kodlar, ya'ni umumiy guruh uchun kodlar chiqadi. Saqlanib qilganimizdan keyin bu dori vositasini bemalol sotuvga chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, biz biologические активный добавкаlarni unda qanaqa ajratib olamiz degan savol bor. Buni yo'li hammaga ma'lum. Ushbu dori mahsulotini upakovkasida orqa tomonda yoki yon tomonlarida xuddi shu ko'rinishda yozilgan bo'ladi. Biologические активные добавки yoki bu dori vositasi emas degan yozuv bo'lishi mumkin. Ushbu dori vositasini yoki vitaminlarda orqasida yozilgan bo'ladi. Biologические активные добавки. Bu dori vositasi emas. Dori vositasi hisoblanmagan har bir doriga umumiy kodni bemalol qo'ysa bo'ladi. Ushbu turdagi krem mahsulotlari yoki boshqa qo'l uchun mo'ljallangan, yuz uchun mo'ljallangan boshqa turdagi mahsulotlarga ham umumiy kodi chiqadi. Ya'ni faqatgina maxsus bir dorilarga yoki maxsus bir zavodlarning dorigina alohida kodgini olinishi mumkin, lekin boshqa turdagi dori mahsulotlari yoki dori bo'lmagan mahsulotlar uchun alohida guruh kodlar mavjud. Buning uchun налоги saytiga, ya'ni tasnif.soliq.uz saytiga kiramiz. Poisk по тексту degan joyga krem deb yozamiz. Krem deb yozilgandan keyin yuz uchun mo'ljallangan, qo'l uchun, badan uchun mo'ljallangan har xil turdagi kremlar mavjud. Bizga keraklisi krem de la ruche. Mishkan chap knopkasini 2 marta bosamiz. Kerakli IKPO kodini kopировать qilib olamiz va biz kirim qilayotgan kremga kodgini qatoriga вставить qilib qo'yamiz. Upakovka qatoridan kerakli turini tanlaymiz. Dori mahsulotining shtrix kodini skanerlaymiz va bu dorini ham, ya'niki bu kremni ham saqlanib qilishimiz bemalol mumkin. Bu turdagi bolajonlar uchun mo'ljallangan soskalarning ham umumiy kodi mavjud hisoblanadi. Buning uchun tasnif saytida so'rg'ich yoki soska deb yozishingiz mumkin. Детский soska для бутылочка ham bo'ladi yoki pustushka deb yozsangiz ham o'sha turdagi kodginilarni bemalol chiqarib beradi. Bu turdagi quloq tozalagilar va boshqa turdagi yordamchi mahsulotlar uchun ham tasnif.soliq.uz saytidan kerakli so'zni yozsak, masalan, vatniy deydigan bo'lsak, paxtadan tayyorlangan barcha mahsulotlar uchun alohida kod mavjud. Ushbu kodni ko'chirib olib turib, kodgini degan joyiga stavit qilamiz va
kerakli dona, gramm, kilogramm qanaqa turda bo'ladigan bo'lsa, masalan, bizga dona kerak. Donani tanlaymiz va saqlanib qilamiz. Bu turdagi butilka mahsulotlar bo'ladigan ham bo'lsa, FOMUZdan qidirib o'tirish shart emas. Buning uchun ham umumiy kod mavjud. Tasnif saytiga nazar qilib orqaga chiqib olamiz va butilka deb yozamiz. Ushbu butilka so'zini yozayotganingizda oradagi mягкий znaklari yoki i harflariga ahamiyat berishingizga to'g'ri keladi. E'tibor berasiz, butilka boshqa narsa, детский butilka boshqa narsa bo'lishi mumkin. Детский butilka stiklanli, bu plastmassalarga ham bemalol o'tadi. Kopirot qilib olamiz va kodgini degan joyga buni ham bemalol joylashtirib, ushbu mahsulotni bemalol prixod qilishimiz mumkin bo'ladi. Ba'zi bir dorixonalarda ushbu turdagi mahsulotlar ham sotilishi mumkin. Ya'ni oddiy suvlar, bezgaz suvlar, kola, fantalar ham sotilganini guvohi bo'lganmiz. Ba'zi bir joylarda energetiklar sotilganini guvohi bo'lganmiz. Bemalol sotish mumkin, lekin kodlarni qanaqa qilib olishimiz mumkin? Mahsulotni skanerga shtrix kodini uramiz. Shtrix kodini urilgandan keyin kodginini to'g'risida ushbu shtrix kod bo'yicha qidirib ko'ramiz. Mana Fusti grammlari ham mo'ljallangan grammlari ham bir xil keladi. Enter knopkasini bosamiz. Upakovka degan joydan kerakli joyini tanlaymiz va bemalol saqlanib qilishimiz mumkin. Ya'niki har bitta mahsulotni FOMUZdan qidirib o'tirishimiz va buni prixod qilish uchun ancha vaqt kutib o'tirishimiz shart emas. Dori mahsulotlarini, dori bo'lmagan mahsulotlarni skanerga shtrix kodlarni urganimizdan keyin ushbu shtrix kodlar bo'yicha bemalol topishimiz mumkin. Va agar ushbu shtrix kodga mo'ljallangan kodginilar mavjud bo'lmasa, tasnif.soliq.uz saytidan bemalol topishimiz mumkin bo'ladi. Ba'zi bir paytlarda kodginini joylashtirganimizdan keyin kod upakovka chiqmay qolishi mumkin. Buni sabablari nimada? Buni sababi o'sha kopirot qilib olgan kod yoki shot fakturada kelgan kodni ba'zi bir raqamini tushirib qoldirishingiz mumkin. Ya'niki bitta raqam yetmay qolgan holatda ham upakovkadagi o'lchov birligi chiqmay qolishi mumkin. Yokida hamma kodlarni to'g'ri yozdingiz, kopirot stavitni ham to'g'ri qilgan holatingizda ham ushbu holat yuzaga keladigan bo'lsa, ya'ni o'lchov birligi chiqmaydigan bo'lsa, kompyuter soatining oldida xat ko'rinishidagi prilojeniyya bo'ladi. Bu asosan asosiy kompyuterda bo'ladi, yordamchi kompyuterlarda bo'lmasligi mumkin. Soatning oldida joylashgan bo'ladi yokida ushbu strelkani ichida joylashadi. Strelkani bosamiz, mana ko'rib turganingizdek, buni ichida turibdi. Mishkan chap knopkasini 2 marta bosamiz. FOMUZ kodgini degan joyini bosadigan bo'lsak, налоговый tomonidan joylashtirilgan o'sha 2 pul kodlar bilan bir martalik sverka qiladi va keyin sizga ushbu o'lchov birligi chiqishida yordam beradi. Kodgini knopkasini bosganimizdan keyin taymer yana qaytadan orqaga sanamagunga qadar kutib turamiz. Qotib qolgan deb o'ylamaymiz. Taymer orqaga sanashi bilan, demak, hammasi joyida. Endi bemalol upakovkani to'g'risida kitobchani bosib, o'lchov birligini bemalol tanlashimiz mumkin bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, taymer orqaga qarab sanashni boshladi va bemalol X bosib turib, upakovka qatorini to'g'risida kitobchani bosib tursak, bizga kerakli bo'lgan o'lchov birligi chiqadi. Saqlanib qilamiz. Bu dori vositasini bemalol sotishimiz mumkin bo'ladi. Bu turdagi mahsulotlar uchun ham tasnif.soliq.uz saytidan bemalol kodlarni qidirishimiz mumkin. Ya'ni влажный salfetkalar, quruq salfetkalarga umumiy chiqqan kodlar bor. Iminni buni FOMUZga ulashamiz va dori mahsulotining yangisini yoki dori bo'lmagan mahsulotning yangisini qo'shishimiz uchun soatlar kutishimizga hech qanaqa hojat qolmaydi. Tasnif saytiga kirganimizda poisk по текстga salfetki deb yozamiz. Бумажный salfetka, чистящий salfetka, гигиенский salfetka, влажный chiqadi. Tanlab olamiz. Kodi 2po degan qatorni belgilab turib, kopirot qilib programmaga olib o'tamiz. Kodgini degan joyga ushbu kodni joylashtiramiz va upakovka yozig'ini to'g'risida kitobchani bosamiz. Agarda bundan oldingi dori mahsulotini o'lchov birligi qolib ketgan bo'lsa, saqlanib qolaman desangiz, yo'q deydi. Kod upakovka 2po kodi bilan to'g'ri kelmayapti deydi. Shu holatda upakovka yozig'ini to'g'risida kitobchasini bosamiz va ushbu 2po kodga mo'ljallangan o'lchov birligini tanlaymiz va saqlanib qilamiz. Dorixonalarda ushbu turdagi mahsulotlar ham sotiladi. Bularni ham kodini
upakovkada joylashgan shtrix kodlarni yordamida bemalol qidirib topishimiz mumkin bo'ladi. Shtrix kodlar upakovkada bo'ladi. Xo'p, zvachkani shtrix kodini skanerga uramiz va ushbu shtrix kodga mo'ljallangan kod giniyni qidirib ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, ushbu mahsulotga mo'ljallangan kodi chiqdi va upakovkadan kerakli o'lchov birligini tanlaymiz. Agarda shtrix kod yordamida topilmaydigan bo'lsa nima qilamiz? Ya'ni xuddi o'sha saytga kiramiz. Poisk по текстуga jvательный rezinka deb yozamiz va hamma jvachkalarga mo'ljallangan IKPO kodi bor. Ushbu kodni kod gini qatoriga joylashtiramiz va kerakli o'lchov birligini tanlab qo'yamiz. Donada, grammda, tonnada bizga keraklisi dona bo'ladi va saqlanib qolamiz. Va yana ushbu turdagi dori mahsulotlari mavjud. Navakain upakovkada hech qanaqa shtrix kodi mavjud emas, faqatgina markirovkasi mavjud. Buni ham FOMUZdan topa olmaydigan holatda ichidagi shtrix kodni ajratib olish uchun skanerga markirovka kodini uramiz. Faqatgina shtrix kodini o'zini o'qib oladi va kod gini qatorining to'g'risida kitobchasini bosamiz va ushbu shtrix kodga mo'ljallangan IKPO kodi chiqib keladi. Lekin dori mahsulotlarni FOMUZdan topish nisbatan osonroq agarda to'g'ri qidirsangiz. Masalan, Navakain dori vositasini ishlab chiqaruvchi zavodi juda ham ko'p. Navakain deb yozuvni qidiruvga beradigan bo'lsak, 50 yoki 60 turdagi ishlab chiqaruvchilar paydo bo'ladi va buni qanaqa qilib tezlashtirib topish mumkin. FOMUZ yozig'ini to'g'risidagi kitobchani bosamiz. Navakain yozig'i bo'yicha poisk beradi va zavodlari ko'pini hisobligiga qanaqa qilib uni ajratib olish kerakligini filtrni ko'rsatamiz. Tepada Navakain yozig'i turibdi. Mishkani o'ng tarafini bossak, filtr ochiladi yoki-da tezkor qidiruv uchun F3 dan ham foydalansak bo'ladi. Bosamiz, Navakain degan joyini o'chiramiz va zavodini ajratib olish uchun filtr qilamiz. Ushbu dori Jo'rabekdan ishlab chiqariladi, ya'ni Jo'rabek zavodi tomonidan. Jo'rabek deb yozamiz va enter knopkasini bosamiz. Navakain faqatgina Jo'rabek zavodiga tegishlilarni filtr qilib beradi. Endi ushbu joyda Navakain 05 5 ml nomer 10 ni tanlab turib, enter knopkasini bosamiz. FOMUZ spravishnikiga bog'langan ushbu kod avtomat tarzda paydo bo'ladi va saqlanib knopkani bosganimizdan keyin bizga ushbu dorini bemalol kirim qilish va sotish mumkin bo'ladi. Dorixonalarda dori mahsulotlari, biologik aktivniy dabavkalardan tashqari iminni dorimas bo'lgan mahsulotlar bor. Bular leykoplastrlar, jugutlar, shpritslar, sistemalar, zondlar, kateterlar, bular uchun umumiy bo'lgan kod mavjud. Ya'ni jugut deb yozsangiz chiqishi mumkin yoki chiqmasligi mumkin. Shprits deb yozsangiz tasnif.uz saytida chiqmay qoladigan holat bor. 60 turdagi mahsulotga buni o'zingiz bemalol Google dan ushbu qaror bilan tanishib, ushbu mahsulotlarning speskasini olishingiz mumkin. tasnif.soliq.uz ga poisk по тексту degan joyga min deb yozsangiz kirilchada медицинский изделие chiqadi. Mishkan chap knopkasini bosamiz va ushbu joyda ko'rishimiz mumkin 60 turdagi dori bo'lmagan shu turdagi mahsulotlar mavjud. Buning ichida leykoplastrlar, jugutlar, shpritslar, sistemalar, kateterlarni iminni shu kodni joylashtirishingiz mumkin bo'ladi. Kopirovat qilib olamiz va programmaga o'tib turib, kod gini joyiga ushbu kodni state qilib turib, kerakli o'lchov birligini belgilab olish uchun upakovkaga bosamiz va 60 turdagi mahsulotda ushbu kodlarni bemalol ishlatishingiz mumkin. Faqatgina tasnif.soliq.uz sayti tomonidangina va yangi texnologiyalar markazidan tomonidangina kod ginilar ishlab chiqariladi. FOMUZ kompaniyasidan biror bir mahsulotga, biror bir xizmatga, biror bir dori vositasi yoki biror bir biologik aktivniy dabavkaga hech qanaqa kod ishlab chiqarilmaydi. FOM kompaniyasi dastur yordamida ushbu kodlarni faqat siz qulay joylashtirishingiz uchungina imkoniyat yaratib beradi. Qolgan hamma kodlar tasnif.soliq.uz saytidan chiqadi
bizning kompaniyada spravishnikdan olingan hamma kodlar ham ushbu sayt yordamida olinib, har kuni proverka qilinadi. Proverka degani sizni dori mahsulotini sotayotgan paytingizda ushbu kodlar noto'g'ri ketib qolmasligi maqsadida programmani yoqqan paytingizda proverka обновление deb ketishni maqsadi shu. Ya'ni siz noto'g'ri IKPU kodi bilan dori mahsulotini sotib olmang degan maqsadida ushbu kodlar tekshiriladi. Ba'zi bir paytda tasnif.soliq.uz saytidan ushbu dori vositasiga mo'ljallangan umumiy kodni ham topa olmasligingiz mumkin yoki ushbu shtrix kod yordamida ham topa olmasligingiz mumkin. Fom.uz ga ushbu dori vositasini bog'lagan paytingizda ham kodning paydo bo'lmasligi mumkin. Ushbu holatda nima qilamiz? Ushbu holatda siz dori mahsulotini sotib olgan distribyutor yoki поставщикka murojaat qilasiz. Ushbu dori mahsuloti yoki dori bo'lmagan mahsulotga mo'ljallangan kodini sizga berishadi. O'zi asosan Didoxdan yuborishganda shot fakturada har bir dori mahsuloti yoki dori bo'lmagan mahsulotlarga bir alohida maxsus qatori bor. Ushbu qatorda kod giniylar joylashtiriladi. Ushbu kod ginilarni xohlasangiz yozib olib, xohlasangiz kopirovat qilib olib, programmaga joylashtirishingiz bemalol mumkin bo'ladi. Tasnif.soliq.uz saytidan to'g'ri foydalanishni o'rgatdik. Agarda bundan kengroq foydalanaman deydigan bo'lsangiz, biz asosan guruhlarni qidirishni ko'rsatdik. Maxsus bir dorini izlab topaman desangiz, tasnif saytida matn bo'yicha kengaytirilgan qidiruv mavjud. Ushbu joyga filtr qo'yamiz va biror bir dori mahsulotining nomini yozamiz. Masalan, Activigen yozamiz va maxsus Activigen uchun mo'ljallangan kodlar chiqadi. Bu joyda ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan tomoni, Activigen yozuvidan keyin qaysi dozasi bo'yicha IKPU kodini qidirayotganimiz muhim hisoblanadi. Masalan, bu 5 ml ga, agarda pastroq tushadigan bo'lsa 10 ml ga mo'ljallangan kodi chiqadi va tabletkalar uchun mo'ljallangan kodi bor. 2 ml uchun mo'ljallangan. Ya'ni sizga qaysi dozasi kerakligi muhim hisoblanadi. Bosamiz. Ushbu joyda faqatgina Activigen 10 ml uchun mo'ljallangan kodi chiqadi. Va bu joyda MXI kodlar bo'yicha qidirish mumkin. Ya'ni MXI kod iminni shu dorini o'zinikimi yo'qmi tekshirsa bo'ladi. Shtrix kodlar bo'yicha qidirish mumkin. Yoki brendlari bo'yicha qidirish mumkin. Maxsus bir brend bo'ladigan bo'lsa, o'sha bo'yicha guvohnoma raqami bo'yicha qidirish mumkin. MNNS, ya'ni международный названияsi bo'yicha ham bemalol bu kodlarni qidirish mumkin bo'ladi. Siz o'zingizni, ya'ni cashback tushadigan soliq programmasi orqali ham MXI kodlarni, ya'ni IKPU kodlarni qidirish mumkin. Ushbu joyda to'rtburchakka bosamiz. Spiskani pastrog'ida milliy tasnif degan joy mavjud. Ushbu joyga kiramiz va bizga ajratib olishimiz kerak bo'ladi guruhiga. Qidiruv knopkasini bosamiz. Qidiruv turini tanlang deydi. Matn bo'yicha, MXI kod bo'yicha, shtrix kodi bo'yicha, matn bo'yicha qidiradigan bo'lsak, izlashga bosamiz. Boya aytganimdek, umumiy kodlarni qidirayotganimizda bio deb yozishimiz bilan badlar uchun mo'ljallangan kodi chiqib keladi. Mana shu kodi hamma badlarga o'tadi. Ya'ni soliq birlashmasi yordamida ham ushbu kod ginilarni bemalol qidirish mumkin bo'ladi. Bugungi video qo'llanmamiz shundan iborat edi. Siz bilan Izzatilla Maqsudov bo'ldi. Biznesingizni rivojlanishi uchun Fom kompaniyasi bilan birga bo'ling. Rahmat.